qilayotgan ishlarimiz bir tema-yu, men tayyorlab ko'rsatayotgan narsamiz alohida bir tema. To'ppa to'g'ri. Bu jigar uchun tayyorlayapsan, uni keyingiga qoldir. Mana bu narsalarni xalqqa yetkiz. Sababi mana bu sahr bilan, qon qo'yiqligi bilan qiynalayotgan odamlarga yetkiz. Mana olyapti, ko'ryapti, natijalarni, effektlarni o'zing eshityapsan. Atzivlardan. Mana bunaqa idish olinglar, joninglarning huzuri, hayot uchun eng kerakli bir hovuch qora go'jin solamiz. Bismillah. Buni qara. Vale, ximiklar narsa tayyorlaydi-ku uchun. Laboratoriyada his qilamiz, lekin bizaniki tabiiy laboratoriya. Haqiqiy tabiatning laboratoriyasi. Buni voy, buni qarang. Rangini qara. Bularda rangi o'zi alohida bir tema, mazasi zo'r boshqa, foydali. Endi foydali tomonini tez gapiring. Xo'p, foydali tomoni. Diabetmisiz? Qandli diabetni eng kerakligi bu sahrni sekin tushiradi, lekin ijobiy tushiradi, insulin sezuvchanligini oshiradi. Qo'l oyoq uvishlarida, bo'g'im og'riqlarida, qon aylanishida, xolesterinda, xolestitda, hattoki buyrakni zo'r filtrlab beradi. Kamqonmisiz? Immunitet pastmi? Kuchli shamollashdan keyin holingiz yo'qmi? Yallig'lanish ko'pmi tanangizda? Mana shu bilan suhbatlashing. Buni yana bitta zo'r tomoni bor, rakni ham davolaveradi. Xursandchilik tarafi shu. Eng glavnisi, eng muhimi kamqonlarga, anemiya bilan doimiy muammosi borlarga mana yarmini ertalab, tushlikda, qolgan qismini kechki ovqatdan keyin icha olasiz. Bularning mazasini ham aytdi qanday bo'lishi. Mazasi endi juda ham bir o'zgacha ta'mi keladi. Xuddiki yangi uzilgan onora ta'mi keladi. Buni ichganingizdan keyin hattoki ko'z ko'rish qobiliyati ortadi. Bilasizmi Javohir aka? Bu ko'zni qurib qolishida o'sha sahrdan keyin butun organizm zararlanadi. Buyrak, qon tomirlari mo'rtlashib ketadi. Qon tomir devorlarini mustahkamlaydi hamda sizni hayotga bo'lgan qiziqishingizni orttiradi. Keyin yana bitta odamlarda qiynayotgan savoli bor, masalan, ko'p beryapti. Tromblarni ochishga qanday yordam beradi? Juda ham a'lo. Qondagi shlaklarni shunaqa tozalaydiki, xuddi siz ko'lmayni ustidan balchiqni sopirib olgandek, setkada olgandek qon tomirlaringizni shunaqa tozalaydi. Oyoq qo'l ivishish, oyoq qo'l muzlashlarigacha. Tushingizga kirmagandek bo'lib qoladi, xudo xolisa. Tushda ko'rgandek bo'lib qoladi bu kasalliklar. Suhbatlashing, eng zo'r ham suhbat mana shu bo'ladi. 1 kilo olasiz, sizga 2 oy davomida yetadi. Har kuni mana shu holatda yarim litr ichib yuring. Bo'ldi, Alloh umringizga baraka bersin. Ey, infarkt, insult yaqiningizga yo'lamaydi. Bu turgan sari yana ham rangi chiroyli bo'lib boraveradi. Ko'rganda yana ham ishtahangiz ochiladi, ichganda maza qilasiz. Ertalab kechqurun ovqatdan oldin 10 minut, 15 minut oldin 1 stakan 200 gram, kechqurun yotishdan oldin yana. Buni qarang turishini. Xudo qolsa do'konimizga kelsangiz mana shu holatda tayyorlab beramiz yoki dastlabki qilib bersangiz, dastlabki nomerlarimiz bor, chiqazib beramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O't qopi uchun eng zo'ri, jigar uchun eng zo'ri kurkuma, rastaropsha hamda bir chimdim murch, 1 stakan qatiqqa. Sizni kuningiz doim zo'r bo'lsin, sizning sog'ligingiz, bizning boyligimiz. Baraka top.